Bitta narsa, to'g'ri aytasiz. Bitta narsa, hamma jannat ham so'ralmaydi bu joyda. Shukr ham qilinmaydi bu joyda. Bitta narsa, Allohim gunohimni kechir. Faqat va faqat Allohim gunohimni kechir. Allohim gunohimni kechir. Voy bu quyosh hech narsa emas ekan. Shu gunohlarim meni jahannamga olib kirar ekan, u jahannamning issig'ini oldida bu quyosh hech narsa emas ekan. Men ko'zim ochildi, qilgan gunohlarimga senga tavba qilaman deb. Hatto qarang, peshin namozi o'qiladi, peshindan keyin asr namozi o'qiladi. Hali asr namozi kirmasdan turib. Nimaga? Hikmatini Alloh biladi. Lekin shu namozga ham vaqt ketmasin-da. Faqat va faqat Allohim gunohimni kechir. Allohim gunohimni kechir. Bu joyliklarga buyurmaydi. O'sha Arafa kuni shu joyda turgan odamlarga. Bu joyga yetib kelmagan odamlarni hammasiga sunnatki roza tutishlik. Arafa kuni roza tutganga nima ajr bor? Kim eshitgan? Arafa kuni roza tutgan odamda Alloh taolo 2 yillik gunohini kechiradi. 1 yil avval gunohini 1 yil keyin qiladigan gunohlarni Alloh taolo kechiradi. Ammo yetib kelgan odam shu joyda turib bitta narsa, Allohim meni gunohimni kechir. Alloh azza va jalla farishtalariga maqtanadi. Voy bu bandalarim issiq kunda nima qilishib turishibdi? Dunyoviy nimadir foyda ko'zlashyaptimi? Yo'q Robbim, ular sendan istig'for so'rashyapti. Senga yalinyapti, gunohini kechirishingni so'rashyapti. Sizlar guvoh bo'linglar, shu joyga kelgan hammani gunohini kechirdim deydi Alloh azza va jalla. Hammani gunohini kechirdim. Alloh taolo farishtalar aytadi, Robbim, bu joyga ihromda emas bo'lgan odamlar ham bor. Masalan, yalla haji degan askarlar o'zi 35 mingta. Sho'pirlar bor, tozalab yuruvchilar bor, povurlar bor.